بسم الله الرحمن الرحيم. المفعول المطلق مفعول مطلق. والثاني نحو حفظا من حفظ محمد الكتاب حفظا ويسمى مفعولا مطلق. ikkinchi nasb o'rni bu jumladagi hifzan lapsiga o'xshagan Muhammad kitobni yodladi, yodlashlikda deganda bu yerdagi nasb ismni hifzanni maf'ul mutlaq deb ismlanadi. Iza qulta qatala al-harisul lissa, agar sen soqchi o'g'rini o'ldirdi desang, farubbama yasta'zimu as-sami'u al-qatla wa yatawahhamu anna al-murada darabahu la qatalahu bil fi'li. Ko'pincha eshituvchi o'ldirishlikni katta sanaydi va gumon qiladiki, albatta bu o'ldirdi deyishdan maqsad urgan, u fe'ldan o'ldirmagan deb gumon qiladi. Bizda ona tilda ham palonni urib o'ldirib qo'ydim deymiz. Eshituvchi kishi buni o'ldirgan demaydi, faqatgina urgan deb tushunadi. فلدفع هذا الوهم تزيد على الجملة السابقة كلمة قتلا. Mana shu gumonni ketkizishlik uchun o'tgan jumlaga qotlan so'zini ziyoda qilasan. Fataqulu qatalal harisul lissa qotlan. Soqchi o'g'rini o'ldirishlikda o'ldirdi deysan. Falafzu qotlan yusamma maf'ulan mutlaqan. Va qotlan lafzi maf'ul mutlaq deb ismlanadi. Va yajibu fihi nasbu, va unda nasb o'qishlik vojib bo'ladi. Mana shu ta'kidlashlik bilan o'ldirganligini, urmaganligini tushuniladi. Va mislu qotlan kalimatun. Qotlan so'ziga o'xshagan so'z. Hifzan min hafiza Muhammadunil kitaba hifzan. Muhammad kitobni yodlashlikda yodladi degandagi hifzan lafzi. Va irshadan min arshadal anbiya unnasa irshadan. Payg'ambarlar insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatishdi degandagi irshodan lafzi. Bu yerda arshada fe'l, o'tgan zamon fe'li, mozi, anbiya u fa'ili, annasa maf'ulun bih, irshodan maf'ul mutlaq. Va sayran min yasirul aqilu sayran hamidan. Aqlli kishi maqtovli sayr qilishda sayr qiladi degandagi sayran lafzi. Va ma ashbaha zalika min kulli ismin dalla ala nafsi ma fa'alahu al-fa'ilu. Mana shunga o'xshash fe'lning foili qilgan narsani ayni o'ziga dalolat qilgan har bir ism ham maf'ul mutlaq bo'ladi. Ya'ni fe'lning o'zagidagi ma'nodan olingan lafzlar va so'zlar